Assalomu alaykum. Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari. Mana bugun hafta kuniga chorshanba 26-mart inshaalloh yangi qisqa video olyapmiz. Xudo xolasa sizlardan iltimos malol kelmasa like va podpiska bo'lib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalar narx-navolarni xudo xolasa inshaalloh chiroyli narxlarda aytib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamimizni qoldirib qo'yganmiz. Bemalol zakaz bersani bo'laveradi akalar. Pol taxtamiz razmerlari 12, qalinligi 29 qolgan uchli taxtadan ochilgan, uzunligi 4 metrlik 100% sasna bo'ladi akalar. Narxlarimiz keladigan bo'lsa, narxlarimiz 65 ming so'm. Taxtaning ichiga sifatiga javob beramiz. Xudo xolasa pixta, yel, kedrasi yo'q. Xudo xolasa ishonchli bo'ladi inshaalloh. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, zakaz bersani bo'laveradi akalar. Sifatini inshaalloh chiroyli, sifatli narsa qilib beramiz. Mana bu yoqda ham yana bitta taxtamiz bor. Shirinasi 13,5, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Bu ham 100% sasna akalar. Bu qalinligi 2lik, esda qolsin, 2lik. Bu yoq 13,5, uzunligi 4 metrlik 100% sasna. Donasi 55 ming so'mdan akalar. Katta ko'zi, katta butog'i yo'q. Xudo xolasa taxtani sifatiga inshaalloh ichiga garantiya beramiz. Bemalol telefon qilsani bo'laveradi akalar. Bu yoqda strafillarimiz bor. 14, qalinligi 34, 3,5 deyiladi. 14 ga 3,5 deyiladi. 14 ga 34, uzunligi 6 metrlik 100% sasna. Kesinishlari ham xudo xolasa akkuratni, bulon qing'ir qiyshiq emas. 100% sasna, katta ko'zi yo'q. Xudo xolasa bemalol murojaat qilib, narxi 116 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Yana bir gap esda qolsin, $1000 taxta olsani vodiy bo'ylab dastavkamiz besplatniy akalar, har doimgidek. Bemalol aloqa chiqsani bo'laveradi akalar. Buni doimiy taxtamiz serob, bemalol aloqaga chiqaring akalar. Holatlarni ko'rsizlar, chiroyli narsa bo'ladi akalar. Inshaalloh kimga xudo xolasa qurilish qiladigan bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Endi bu yoqda yana bitta razmerimiz bor, 11 ga, qalinligi 34. Kesinishlarni ko'rsizlar, sifatli, chiroyli narsa bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik. Defekti yo'q, abzoli, garbili yo'q. Xudo xolasa sifatli, chiroyli narsa bo'ladi. Narxlarimiz keladigan bo'lsa, narxi 94 ming so'mdan akalar. Buni arzonroq varianti ham bor, yel bo'ladi, narx 90 ming so'm qilib beramiz akalar. Uni ham bemalol telefon qilsangiz bo'laveradi. Endi bu yoqda keladigan bo'lsa, Lestvenitsa lagamiz bo'ladi, 14, qalinligi 42. Zavodniki kesilishlar o'ta akkuratni, bulon qing'ir qiyshiq emas, sifatli, abzol garbil yo'q. Bu yoq doimiy serobida razmerlarimizda. Narxi 114 ming so'mdan akalar. Lestvenitsa lagalarimiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqa chiqsangiz, zakaz bersani, xudo xolasa mashina holatda bo'ladi. Taxtani jo'natamiz, zakaz bersani, yo'qsa pulini, yo'qmasa vazvirat qo'yasizlar akalar. Muammo yo'q. Bir so'm rasvot qilmaysizlar. Bemalol telefon qilsani bo'ladi akalar. Yana bitta razmerimizni ko'rsatib o'tamiz. 17, qalinligi 4+, uzunligi 4 metrlik Lestva laga to'singa akalar. Narxlarimiz 130 ming so'mdan. Tilinishini ham ko'rsizlar, o'ta akkuratni, cho'tki narsa bo'ladi. Eshabi to'q, katta ko'zi yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, bemalol telefon qilib xarid qilsani bo'laveradi. Strafilli, baquvvatroq strafilli so'ralgan mansardli tomga 15, qalinligi 5, uzunligi 6 metrlik 100% sasna, quruq material. Qo'l emas akalar. Chiqadigan razmer 14, 6, 14, 7, bu yoq 48, 49, 15 ga 5 deb aytamiz. Narxi 172 ming so'mdan. Esda qolsin, 172 ming. Kesilishlarni ko'rsizlar, zavod taxtasi bu chasni emas. Bemalol aloqa chiqaring akalar. Holatlarni ko'rsizlar. Endi yana bitta razmerimiz bor, 12 plus qalinligi 5, 6 metrlik strafilli. Bu ham baquvvatli strafilli so'ragan aka-ukalarimizga bemalol aloqa chiqsana. Bu narxi 150 ming so'mdan akalar bu. 150 ming so'm, esda qolsin, 150 ming so'm. Bo'yi ko'rsatgan razmerlarimiz bu. 14 ga 34 deganimiz, 116 ming deganimiz, holat ideal holatda. Bemalol telefon qilavering akalar. Allohimizga shukr, bemalol aloqa chiqaring akalar. Ko'rsizlar holatlarni, sifatli, abzol garbili yo'q. Lap taxta so'ragan aka-ukalarimiz tunikani tagiga 7,
qalinligi 22, uzunligi 4 metrlik sasna bo'ladi akalar. Narxi 23,5 ming so'm. Buni to'rqira deya olmaymiz. Ozmoz abzoli bor. Abzol ham qanaqa tag qismida ishlayveradi tunukan tagiga. Qalinligi zo'r 22, uzunligi 4 metrlik akalar. 100% sasna quruq material. Bemalol telefon qilsangiz bo'laveradi. Endi bu yoqdagisi hozir endi sezonoviy keldi. Kalovatka, endi tashqarida hammamiz tashqarida o'tiramiz. Kalovatka 3 metrlik 14, qalinligi 32, esda qolsin 32. 14 ucharim deb aytdim, 32, 14, uzunligi 3 metrlik, narxi 56 ming so'mdan akalar. Bemalol telefon qilsangiz bo'laveradi, inshaalloh. Kesilishlar ham akkuratni. Taxtamiz nam holatda kelgan bu, ho'l, esda qolsin. Bu yoqda razmerimizni ko'rsatamiz. Strafillik 10+, qalinligi 34, uzunligi 3 metrlik, qarag'ay sasna. Narxi 45 ming so'mdan. Xudo xolasa sifati zo'r. Yana bitta strafilimiz bor, 13, qalinligi 3,5, uzunligi 3 metrlik. Suvriga ham zo'r, qup-quruq taxtamiz. Tilishini ham ko'rsanglar, akkuratni holatda. Narxi 56 ming so'mdan akalar. Nimaga qimmat degan savolga, quruqlik uchun qimmatroq bo'ladi narx-navoz. Lagamiz bor, 16, qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik sasna material. Holatlari ham ideal, 100% quruq holatda. Narxi 110 ming so'mdan jigarlar. Bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Kimga qiziq bo'lsa aka, ko'rsanglar holati ideal holatda. Inshaalloh. Yana bitta razmerlarimizni ko'rsatamiz. Bu yoqdagisi 15 plus, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik, strafillik. Baquvvat strafil so'raganlarga 15. 14 likdan bozorda 15 deb aytiladi. Bu razmer 15 plusavoy. Uzunligi 4 metrlik, quruq holatda, oppoq, katta ko'zi yo'q. Narxi 90 ming so'mdan qilib beramiz akalar. 90 ming so'm, esda qolsin. Bu yoqda lap taxtamiz bor. Bu jetning varianti 62, qalinligi 1,7, uzunligi 4 metrlik. Esda qolsin 62, qalinligi 1,7, uzunligi 4 metrlik. 16,500 so'mdan. Buni donasi o'ta serob, cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol aloqa chiqsana bo'ladi akalar. Bu yoqda endi pol taxtamiz Listvenitsa 14, qalinligi 2,5 qolgan razmeri. Uzunligi 4 metrlik. Katta ko'z, eshak butog'i yo'q, chiroyli, sifatli narsa. Xudo xolasa. Bu nam bo'lgani uchun ilgina qilmani yomg'irda, kechagi yomg'irniki. Uluslar holatlari ideal holatda. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar 65 ming so'mdan qilib beramiz. 65 ming so'm, esda qolsin akalar. Holatlarni ko'rsanglar, tilinish ham o'ta akkuratni. Sifatli narsadan bo'ladi. Lestvak, esda qolsin akalar, Lestvak. Yana bitta razmerimiz bor. Buni 14 bu ham shirinasi. Qalinligi prosta 23 qolgan buniki, 23. Pul arzonroq 60 ming so'mdan chiqadi. 14, qalinligi 2,3, uzunligi 4 metrlik. 60 ming so'mdan akalar. Ko'rsanglar, holatlar zo'r, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarsizlar. Yana bitta strafilligimiz bor. 13, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. Tilinishini ko'rsanglar, o'ta cho'tki holatda. Sifatiga javob, eshak butoq, katta ko'zi yo'q. 100% sasna. Narxi 75 ming so'mdan. 75 ming so'mdan akalar, esda qolsin. 75 ming so'm donasi. Reykamiz bor, 5, qalinligi 3,2, 31-32 chiqadi. Ana sortlari yel, pixta aralash, sasnasi aralash, hamma holatda bu. Katta ko'z, eshak butog'i yo'q. Metri 6300 so'mdan akalar, 6300 so'mdan. Donali reyka bo'ladi, xudo xolasa sifatiga javob beramiz. Yel kedridan muammo yo'q, qo'rqilmaydi. Inshaalloh qachondan bir o'zimiz ham uyimizga ishlatganmiz, birorta muammo chiqmaydi akalar. Bemalol aloqa chiqsana bo'ladi, sifatiga cho'tka qilib beramiz. Bu yoqdagi Lestva to'sinimiz bor, 20, qalinligi 5, uzunligi 6 metrlik. Katta ko'z, eshak butog'i yo'q. Butoqsiz tozasi ham o'ta serob akalar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 265 ming so'mdan jigarlar. Holati zo'r, xudo xolasa. Bu razmerlar 5 metrligi bor. 5 metrlik ham bemalol telefon qilsangiz. Yana bitta razmerimiz bor, 12, qalinligi 5, uzunligi 6 metrlik Lestvak. Holat ko'rsanglar, 165 ming so'm. 165 ming so'mdan akalar.
bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Zakazingni beringlar, cho'tki narsa qilib beramiz. Xudo xolasa mana ko'p kishi so'radigan razmerlarimiz 10 ga 15 deyiladi. Brus 14, qalinligi 9, uzunligi 6 metrlik chiqadigan razmeri. Ko'rsizlar, serob razmerlarimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 330 ming so'mdan keladi. Donasi 330 ming so'm. Esda qolsin keladi. 330 ming so'mdan. Yana bitta razmerimiz bu 10 ga 10. Holati chiroyli, sifatli narsa. Buni yel aralash, yeli bor. Ya'ni hammasini 100% sasini deya olmaymiz, yolg'on bo'lib qoladi. Narxi keladigan bo'lsa 245 ming so'mdan. Bu razmer o'zini qisqarog'i bor, narxi 220 ming so'm chiqadi. 220 ming so'mdan chiqadi. Bemalol telefon qilsalar bo'ladi, aka. Telefon qilaverasizlar, akalar, bemalol aloqa chiqsana bo'laveradi. Inshaalloh chiroyli sifatli narsa qilib beramiz, xudo xolasa. Aka yo'qolsam bemalol aloqa chiqaring jigarlar. Strafilligimiz 4 metrlik, 10.8, qalinligi 34, uzunligi 4 metrlik. Buni ham ichida yel metrali bor, yel. Mana shular ko'rinib turganlarimiz yel metrallari. Hamma strafilga ommabop ishlatiladigan razmer. Narxi keladigan bo'lsa 58 ming so'm. Bu xo'l taxtamiz bo'ladi, okalar. Xo'l, esda qolsin, xo'l 58 ming so'm. 10.8 ga 34. Biz buni 100% sasni quruq metralini ham ko'rsatamiz, inshaalloh ko'rib borasizlar. Xudo xolasa, videoyimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bitta like bo'lib, kommentariy o'z fikringizni, kamchiliklarimizni yozib qo'ysangiz, xudo xolasa bartaraf qilishga harakat qilamiz, okalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar, okalar. Mana matga razmerim 11+, qalinligi 34, uzunligi 4 metrlik. Holatini ko'rsizlar, o'ta sifatli, o'ta cho'tki taxtamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, okalar 62 ming so'mdan. Katta ko'z, eshak butog'i yo'q. Bemalol zakaz bersani, mashq holatda taxta bor edi. Ko'rsatilgan taxta bor edi, okalar. Chiroyli sifatli narsa qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'rsizlar, holatlari ham, kesilishlar ham o'ta akkuratli holatda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsAppimiz 24/7 o'chmaydi. Bemalol Telegram, WhatsAppdan yozsani bo'laveradi. Xudo xolasa zakaz bersani, inshaalloh chiroyli narsa qilib jo'natamiz. Ey Allohim, o'zingga behisob hamd bo'lsin. Aytgancha, kamchiliklarimizni yozib borsani, xudo xolasa kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Manzilimiz, ya'ni eslatib o'tamiz, Namangan viloyat, Namangan shahar, avtovokzal, Shamshiboy bozoridan video qilyapmiz. Xudo xolasa 561 562 uzr, telefonimiz kelib qoldi. Uzr, sizlardan ming bor uzr. Xudo xolasa mana yangi to'silarimizni ham ko'rsatib o'tamiz, inshaalloh. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz bersan, okalar, sifatiga, taxtani holatiga ideal holatda qilib jo'natamiz. Shopirdan pulini beraverasizlar, akalar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol telefon qilsana bo'ladi. Bemalol telefon qilsana bo'ladi. Telefonda ozgina muammo bo'lib qoldi. Diqqat qilib kelib ham. Sodasizlikdan. Okalar 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik Lestvak laga to'silar, aka. Narxlarimiz 145 ming qilib beramiz, okalar, esda qolsin, 145 ming so'm. Bu yoqdagi razmerimiz 15 ga, qalinligi 5, uzunligi 4 metrlik Lestvak to'sin balkiga, okalar, bir 70-80% butoqsiz toza taxta, okalar. Sifati o'ta cho'tki, tilinishi o'ta akkuratli holatda. Bemalol telefon qiling. Narxi 125 ming so'mdan, okalar, 125 ming so'm qilib beramiz, okalar. Ko'rsizlar, akkuratli holatda. Tilinishi ham, holati ham ideal. Ko'p maqtamaymiz, taxta bu. Ishlatsa vaj, yo'qsa o'ting, okalar. Qo'llab-quvvatlab, like va podpiska bosib, kommentariyada kamchiliklarimiz yozsani, xudo xolasa, kamchiliklarimizni to'g'rilab o'tamiz. Bu pol taxtamizni video davomida ko'rgansizlar ham. 14, qalinligi 2,5, uzunligi 4 metrlik Lestvak pol taxta. Sifati o'ta ideal holatda, narxi 65 ming so'mdan. $1000 taxta olgan odamga vodiy bo'ylab dastlabkamiz har doimgidek besplatniy qilib beramiz.
ko'p kisi ishonmaydi. "Ey, oka yolg'on bo'lishi mumkin." Yo'q, unaqa narsa emas. Biz Xudo xohlasa aytgan gapimizga javob qilganmiz. Bundan bag'am javob qilamiz akalar. Vodiy bo'ylab $1000 taxt olsani besplatniy vohalarga kelishilgan holatda akalar. Salom.